Hammamiz birlashib Yuzarsifga qarshi chiqishimiz kerak. Agar uni harakatlariga qarshilik qila olmasak, tamom bo'lamiz, bilib qo'yinglar. Menimcha Yuzarsifni saroydan yo'qotish kerak. Agar uni o'ldirmasak, ibodatxonani himoyalay olmaymiz. Hech qachon uni yuksalib boraverishiga qarshilik qila olmay qolamiz. Menimcha vahima qilyapsiz. Bu tush ta'biri sira qiymatga ega emas. Aslida Yuzarsifni o'z qo'limiz bilan ko'klarga ko'tarib qo'ymayapmizmi? Olgan xabarlarimga ko'ra, mag'lubiyatga uchrashimiz bilan bog'liq mishmishlar o'lkani 4 tomoniga yoyilgan. Jim o'tirsak, xalq bizga qarshi harakatga o'tadi. Ertaga Yuzarsif uchun shohona marosim tashkil qilinadi. Xalq orasiga kirib, Yuzarsifning gaplari shubhali ekanligini ayting. U yolg'on gapiryapti deb gap tarqating. Xalqni unga bo'lgan ishonchi sinish kerak. Ana shunda Sahufoni aytganidek, qarshi turib bo'lmaydigan holatga tushadi. Men Putifar saroyida Yuzarsif bilan ko'p yillar yashadim. U paytlarda ochiqchasiga Tangrisi haqida gapirmasdi, biroq saroy ahli ongsizlarcha uni va Tangrisini yaxshi ko'rishardi. Shuning uchun ibodatxonaga kelishni va hadya keltirishni oqsatishardi. Juda soz. Borib ertangi marosimga tayyorlaning. G'arbdan kelishyapti ular. Amonxotep 3-ni ko'mgani ketishgandi. Albatta, to'g'ri aytasan. Mumiyolanganiga ham 40 kun bo'ldi. Men qirolimiz Amonxotep 4-ni yaxshi ko'raman. Jangdan ham, o'ldirishdan ham nafratlanishini eshitdim. Ammo Amondan nafratlangani uchun men esa undan nafratlanaman. Amonxotepni juda mehribon va nozik deb deydilar. Umid qilaman faqirlarni boylarga qo'shmaydi. Bosh maslahatchi Yuzarsif shumi? Hada. Ibodatxonani butun ta'birchilarini dog'da qoldirgan buyuk ta'birchi shu bo'ladi. Mana shu. Chehrasi buncha ko'rkam va kelishgan bo'lmasa, Juda marhamatli va rahmdilga o'xshaydi. Yusuf! O'chir ovozingni, tentak. Amonxotep o'tayotganida hamma jim turish kerak.
Men Amonxotep 4-chi Buyuk Misr qiroli. Yonimdagi esa meni tushlarimni ta'bir qilib bergan dono Yuzarsif. Bosh maslahatchim va Misr tomonidan vazir qilib tayinlayman uni. Zero u bugun Misrning eng nufuzli lavozimi bo'lgan oltin darajasiga ko'tariladi, bilib qo'ying. Misr firavniga menga bo'lgan ishonchi uchun tashakkur bildiraman. Biroz avval firavn meni oltin daraja bilan taqdirlar ekan, ba'zi narsalar yodimga tushdi. Putifarning saroyida ishlar ekanman. Zulayho xonimning yordamchisi Karim momo meni yerga urib qo'ychivon cho'pon deb aytardi. Men o'shanda rostdan ham qo'ychivon edim. Janob oliylari meni Misr xazinaboni va yer boshqaruvchisi qilib tayinlagach, qo'y boquvchi cho'pon bu mas'uliyatni qanday uddalaydi deb rosa bosh qotirgan edim. Qo'limga tushadigan bo'lsang, bir lahza ham o'ylab o'tirmayman, va'da beraman. Agar ruxsat bersangiz, siz bilan o'z bilganimcha gaplashishni istayman. Men o'zimni Misr xalqining xizmatkori sifatida ko'raman. Bundan tashqaridagi sifatlar bu haqiqatni o'zgartira olmaydi. Siz Misrliklardan bu vazifamni munosib shaklda bajara olishim uchun menga yordam berishingizni so'rayman. Misrning 7 yillik to'kinligi va barokatliligi ortidan afsuschilik kunlari boshlanishini ozmi ko'pmi siz ham eshitgan bo'lsangiz kerak. Sizga so'z beraman. Agar tosh ustiga urug' sepsangiz ham unib chiqadigan payt. Shu sabab bugundan e'tiboran qo'lingizdan kelguniga qadar don eking. Ko'proq bug'doy ekib, o'lkaning omborlariga ortiqcha don-dun topshirgan har qanday ishchi davlat mulkidan ko'proq yerlarga egalik qila olishi mumkin. Butun tuproqlar qirolimizga oid ekanini bilaman. Bu haqida sizga keyinroq tushuntiraman. Xalqdan yiqqan don-dunni qaytadan qimmat narxda xalqqa sotmasligingizni qanday bilamiz? Bug'doyning olinishi va sotilishi, omborda yig'ilishi sizning orangizdan tanlangan mas'ullar qo'li bilan amalga oshiriladi. Davlat ma'murlari faqatgina nazorat qilishadi. Kuzgi omborlarda 1 yilgacha yetadigan qilib bug'doylarni g'amlab qo'ying. Qolganini hukumatga topshiring. Agar siz qudratli va barcha narsaga aqli yetadigan boshqaruvchi bo'lsangiz, xalq ham sizni qarorlaringizga ergashadi.
sizni qo'llab-quvvatlaydi. Tashvishlanmang. Xalq boshqaruvchisining ishlarini qo'llab-quvvatlasa, boshqaruvchiga yordami tegadi. Befarq bo'lishsa, johil bo'lishadi. Xuddi sizga javob bergandek bo'lyapti. U holda hamma o'z bug'doyini shu yerda g'amlashi mumkin ekanda nega sizga berish Biz kerak? yaqin kelajakda don-dunni g'amlar ekanmiz. Har kim o'z hosilini o'zida olib qolishi mumkin albatta. Ammo har qanday sabab bilan don chirisa, Misr hokimiyati unga aslo bug'doy bermaydi. Biz bug'doy olgan kishimizga yana bug'doy beramiz. Dehqonlar bug'doyini hukumatga topshirish evaziga ham yer egasi bo'lishadi, ham o'zlarini qahatchilik xataridan qutqarishadi. Yashasin! Yashasin Yuzarsif! Barakalla Yuzarsif! Ofarin senga! Bo'ldi. Bas qiling. Ahmoqona fikr bu. Odamlar qanaqasiga sizga Misrni to'rt tomonidan bug'doy keltirib topshiradi. Tashishda oson bo'lishi uchun biz har bir shaharda omborlar bunyod etamizki, xalq aslo qiynalmaydi. Ko'rasizlar. Xuddi gapingni eshitib turganda-ya. Qahatchilik yillari uchun oldindan choralar ko'ryapmiz va buni sizlar bilan keyinroq bo'lishamiz. Yashasin! Yashasin! Yuzarsif janoblari yashasin! Yuzarsif janoblari yashasin! Ofarin sizga! Nega borib Yuzarsif bilan gaplashmadik-a? Birinchidan izn berishmasdi. Ikkinchidan, Yuzarsif siz bilan gaplashadi deb sira o'ylamayman. Keyin unga nima derdingiz? Uni sevishingizni aytarmidingiz yoki shuncha yil zindonda ushlab turganingiznimi? Yuzarsif butun dehqonlar Amonga tegishli yerlarda ishlashini bilmaydimi nima balo? Yuzarsif tajribasiz yigit. U bu harakatlari bilan faqat o'z tagiga suv quyyapti. Davlatga oid yerlar xalqqa berilsa, Misr qiroli kuchini yo'qotadi, zaiflashadi. Ammo Amon ibodatxonasining yerlari va mol-mulki ayni joyida turadi. Shunday emasmi? Bunday payt Yuzarsifni dala va yerlariga oid rejalariga to'sqinlik qilmaylik. Faqatgina uni davlat ishida kuchayib borishiga yo'l qo'ymaslik kerak xolos. Agar biz diqqatli bo'lsak, Yuzarsifni nazardan qolishiga sharoit yarata olamiz. Saroydagi muhim kishilarni o'z tomonimizga og'dirib olishimiz kerak. Masalan, kimlar? Birinchisi saroy muhofizlari qo'mondoni Xurenxob. Ikkinchisi Amonxotepning onasi qirolicha Ti. Bizga qo'shilishlariga ishonasizmi? Bu faqatgina bizni harakatlarimizga bog'liq. Qirolicha Ti va Xurenxob bizga qo'shiladigan bo'lsa, Yuzarsifni shu ondayoq yo'q qilish mumkin.
Inarus. Yaratganning salomi va barakati bo'lsin senga. Sizlar Bizni bu yerda ozod nima qilindik. qilyapsizlar? Bizni qo'yib yuborishdi. Xabarim bor. Bunga janob Yuzarsif. Xabarim bor. Ha, hammasidan xabarim bor. Ozod qilishganini bilaman. Yuzarsifni ko'rgani keldingizmi? Ha, albatta. Uni juda ham Yaxshi. ko'rgimiz kelyapti. Tashvishlanmang. Shu yerda kutib turing. Unga xabar qilaman. Xo'p. Kutinglar. Siz qayerlarda yuribsiz? Yuzarsif hazratlari sizni kutyapti. Meni kutyaptilarmi? Ha, siz Molikmisiz? Ha, Molikman. Sar o'g'li Molik. Unda juda yaxshi. Siz ham shu yerda ularni kutib turing. Hozir qaytib kelaman. Janob, ruxsatingiz bilan. Nima gap, Inarus? Gapir. Zavir zindonidagilar siz bilan ko'rishishni istaydilar. Ularni qabul qilasizmi? Nihoyat kelishdi. Hammalarini oldimga olib kir. Bu orada Sar o'g'li Molikni ham topdim, janob. Qayerda u? U ham birodarlarimiz yonida sizni kutyapti. O'zim ularni olib kiraman. Sizlar bu yerda kutib turibsizlarmi? Xush kelibsiz. Siz tufayli ozod etildik. Xush kelibsizlar. Rahmat, Yuzarsif. Yuzarsif. Biz butun umr Baraka sizga toping. xizmat Salom. qilgani keldik. Xush kelibsizlar. Rahmat sizga. Umringiz uzoq bo'lsin. Katta rahmat. Arzimaydi. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Molik. Bu yerda nima qilyapsiz? Nega ahvolingiz parishon? Menman yaratganning payg'ambari. Molikman. Sizni yillar oldin asir qilib sotgan Molik. Nimalar deyapsiz, Molik? Bir qarang, asirga o'xshaymanmi? Yo'q, yaratganning qudrati bilan ozod va muborak insonga o'xshaysiz. Asir va havoriy odam menman. Sizni sotgan kunimdan beri 20 yil bu yerni tark eta olmadim. Nima qilgan bo'lsam ham sizdan sira ayrila olmadim. Nega bunday qildingiz? Men tijorat uchun Misrga kelgansiz deb o'ylagandim. Sizni shunchalik xafa qilganim uchun Xudoyimdan afv tilayman, Molik. Lekin men haliyam yaratganning payg'ambarini sotganim uchun o'zimni gunohkor his qilyapman. Lekin bu xayrli bir savdo edi. Siz Yusufni sotib, uning mehriga erishdingiz. Men esa asir tushgach vazir bo'ldim. O'tmishdagi xatoni tuzatish uchun bu yerdaman. Sizni boshqa tark eta olmayman. Mendan qarzingiz yo'q. Lekin yaratganning menga bergan vazifasida ko'maklashishingiz mumkin. Ha, barchangizning yordamingiz kerak. Biz butun borlig'imiz bilan sizga xizmat qilgani keldik, Yuzarsif hazratlari.
Yuzarsif hazratlar, ruxsat bersangiz, hamisha yoningizda bo'lamiz sizda. Bilamiz, qo'limizdan ko'p ish kelmaydi. Lekin qo'ldan kelgunicha biz qarab turmaymiz. Bir og'iz buyursangiz kifoya. Siz buyuring, biz hatto jonimizni ham berishga tayyormiz. Sizga har doimgidan ham ko'proq ehtiyojim bor. Menimcha zindonda qolishim, siz bilan birga bo'lishim ham shu kunlar uchun ekan. Misr ishlarini yuritishda menga yordamlashing. Qani, yuring men bilan. Amonxotepning saroyi kimlarga qolib ketdi? Qo'mondon Xarinxobga salomlar. Nima bo'ldi, Apoki? Bosh rohib Ankmahu meni yubordi. Agar mumkin bo'lsa siz bilan ibodatxonada ko'rishishni istayman. Nega? Buni bilmayman men ham. Faqat siz bilan ko'rishishni istayotganini aytdi. Juda yaxshi. Uni ko'rgani boraman. Rahmat Tashakkur sizga, Yuzarsif. Hammamiz sizdan minnatdormiz. Hammamiz minnatdormiz. Katta rahmat. Kelinglar. Umringizni Alloh ziyoda qilsin. Umringiz uzoq Baraka bo'lsin. toping. Sizlarni ozod va salomat ko'rib turganimdan juda baxtiyorman. Bu Yuzarsif hazratlari. Siz tufayli albatta. Memisabu siz bilan ko'rishni istaydi. Kirsin. Ozod bo'ldim. Zulayxo xonim meni ozod qildi. Zulayxo xonim ozod qildi. Nima? Ozod qildi. Zulayxo xonim meni ozod qildi. O ajab. Zulayxa xonim ham ozod qilishni bilarkanda. Faqat zindonga tashlaydimi debman. Yaratgan uni o'z zindonidan qutqarsin. U o'z istaklariga erishish uchun bir qancha kishining umri bilan o'ynadi. Yana Potifarni qattiq azoblaganini ham bilaman. Yuzarsif hazratlari. Potifar bilan Zulayxoni jazolamaysizmi? Ulardan qasd olishingiz kerak. Ularni jazolash kerak. Men ularni kechirdim. Alloh ham kechirsin. Faqatgina meni ko'rishlarini istamayman. Ya'ni ularning xijolat bo'lishlarini istamayman. Inarus, Labbay janob. sendan birodarlarimizning kiyimlarini almashtirib olishlariga yordam berishingni Xo'p, bo'ladi, istayman. janob. Inarus bilan boring. Sizga qarashib yuboring. Men bilan yuring. Xudoyim rozi bo'lsin, Yuzarsif hazratlari. Xayriyat do'stim. Qani gapirchi, qanday ozod qildi seni? Zulayxo xonim, siz ozod qilinganingizdan keyin saroyga qaytdi. Siz bilan do'stligimizni hurmatiga meni ozod qildi. Putifar janoblari nima qilyapti? Betob bo'ldi deb eshitdim. Ha, xuddi shunday bo'ldi. Bechora juda azob chekyapti. Ahvoli yaxshi emas. Sizga ravo ko'rgan o'sha zulmi uchun juda qattiq azoblanyapti, janob. Xudoyim unga shifo bersin. Janob Yuzarsif. Men hozirgina Kohin Apoki Xarinxob bilan gaplashib turganini ko'rdim. Kohin Apokining Amonxotepning saroyida nima ishi bor? Xarinxobni o'zlariga og'dirmoqchi bo'lishmasin tag'in. Uning saroyga kelib ketishi juda ham xatarli. Hech shubhasiz saroyning sirlarini ibodatxonaga tashiydi. Buni aniqlashtirsak, saroyga hech qanday tahlika bo'lmaydi. Uning yordamida ibodatxonaning saroyga qarashli rejalarini yuzaga chiqara olamiz. Uni kuzating. Amringiz bosh ustiga. Bundan keyin menga egilma. O'rganib qolibman, janob. Bu odatni endi tashla. Xo'p bo'ladi.
Janob Xarinxob ichkariga kirish uchun sizni kutyapti, hazrat. Ichkariga kirishi mumkin. Tangrilarning xizmatkori, Amonning boshqohini Anxmahuga salomlar bo'lsin. Amon Xotepning bosh qo'mondoni Xurenxobga salom. Kel yonimizga o'tir. Qohin Apoke men bilan ko'rishishni istaganingizni aytdi. Men esa amringizga itoat qildim. Minnatdorman. Bizni nihoyatda xursand qildingiz. Boshimni qotirgan bir masala bor edi. Siz bilan maslahatlashay degan edim. Men Amon Xotepning yosh maslahatchisi o'tmishini surishtirgan edim. Ismi nima edi? Yuzarsif. Ha, Yuzarsif janobim. Ha, o'sha Yuzarsif juda kichikligida Putifar saroyida yashagan ekan. Tangrilarimizga ishonmagan emish. Ko'rinmaydigan tangriga sig'inar ekan. Bundan chiqdi, yanada yuksalsa ibodatxonaga qarshi kurashishdan ham tab tortmaydi. Kamiga u begona Kanon o'lkasidan Misrdagi qadimiy bir shaharda begona odamni ish yuritishi katta sharmandalik bu, to'g'rimi? Amonning bir dushmani Amonni poytaxtida bizni boshqaryapti. Amonning sodiq kuzatuvchisi sifatida sizdan Yuzarsifning saroyda kuchayishiga yo'l qo'ymasligingizni istayman. Bunday davom etsa, hech shubhangiz bo'lmasinki, yaqin orada saroyda Amon Xotepni o'rnini egallaydi. Bundan juda ham xavotirdaman. Shuni oldini olsangiz deb iltimos qilmoqchi edim sizga. Men Misrni yaxshi ko'raman. Amonga ham sig'inaman. Shu bilan birgalikda sizga ham, ibodatxonaga ham hurmatim baland albatta. Qo'limdan kelsa qarab turmayman. Ammo Amon Xotepga bo'lgan bog'liqligimni ham unuta olmayman. Buni juda ham yaxshi bilasiz. Fikringizga qo'shilaman albatta. Lekin Yuzarsif na Misr, na ibodatxona, na Amon Xotepdir. Tushunyapsizmi? Misrda bir begona odamni kuchayib borishidan bezovta bo'lib yurganingizni ham bilamiz, janob. Biz ham bundan albatta juda ham bezovtamiz. Balki ichingizdagilarni tashqariga chiqara olmassiz. Sizga ochig'ini aytsam, bizni sizdek kuchli va e'tiqodli bir yigitning ajdodlardan qolgan tuproqlariga ega Putifarning o'rniga bir begonani emas, sizni o'tirishingizni istaymiz. O'zingiz bilasizki, Putifar og'ir betob. Zulayho ham Yuzarsifdan olgan ruhiy zarbalardan uzoqqa bora olmaydi albatta. Bu ko'pga bormaydi. Hech kim undan yuz o'girmaydi. Hech kim o'z o'lkasida begonalarni yurtida bosh bo'lib yurishini ham istamaydi albatta. Juda soz. Ibodatxona qohillari ham sizni tezroq o'zingizga munosib maqomga erishishingiz uchun bir qancha imkoniyatlarini ishga solishmoqchi. Yuzarsif haqida sizga bir gapni aytib qo'yay. Amon Xotepning mehrini qozongan ekan, har qanday xiyonatga aralashmagunicha unga qarshi chiqa olmayman.
Ma'lumki, xiyonati ko'z o'ngingizda har taraflama ko'rinib turibdi. Ibodatxona va Amonga qarshiligini unutmaslik kerak. Yuzarsifni ibodatxona va Amonga dushmanligi ayon. Bu dushmanligini yashirish kerakligini ham bilmaydi. Buni tan olaman. Putifar janoblarining ahvoli yaxshi emas. Ularga hayajonlanish va asabiylashish mumkin emas degan edim. Og'irlashyapti, lekin ko'rib turibmanki, menga quloq solmayapti. Unga tinchlik kerak. Tayyorlagan dorilarimni qoldirmay ichib borish kerak. Sizni ahvolingiz ham unchalik yaxshi ko'rinmayapti. O'zingizni ehtiyot qiling. Sinoonni keltirgan dorilarni Putifar janoblari uchun tayyorlang va saroy ichida tinchlikni ta'minlang. Seni borliging boshqalardan ko'ra ko'proq qalbimni yaralayapti. Sen bo'lmasang, men dam olaman. Bunday paytda menga halovat baxsh etadigan yagona kishi Yuzarsif edi. Biroq Zulayxoning razolati va o'z ahmoqligim tufayli uni yo'qotdim. Endi esa bu yerda bir o'zim yakka yolg'iz dunyoni tark etib g'arbga ketaman. Janob, kechirasiz. Ona qirolicha Ti ikkinchi kishi, janob. Kohin Apoke qirolicha Tining xonasiga kirib chiqayotganini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Hozir uni ham Xo'ran-Xobday Ankmahuning oldiga taklif qilishgandir. Ularning Aniqmahu bilan orasidagi suhbatini qanday bilamiz? Bu kunday ravshan. Undan meni Misr hukumatini boshqarmasligimni istashyapti. Iloji bo'lsa Fir'avnning qo'li bilan meni ishdan ozod qildirsin. Tuzoqlaridan qanday xabardor bo'lamiz? Tashvishlanma. Agar Xudo xohlasa, bir yo'lini topamiz. Oliy janob, do'stlaringiz ichkariga kirishni istashyapti. Rostdanam, juda chiroyli kiyimlar ekan.
Ha do'stlarim, menga quloq tuting. Sizga bir qancha muhim topshiriqlar bor. Birinchisi, dono va tajribali Molik barchangiz uchun mas'ul bo'ladi. Bundan keyin Molik va Mimisabu siz bilan mening oramda vosita bo'lishadi. Ikkinchi masala esa bunday. Biz Amon ibodatxonasi bilan urush yoqasidamiz. Ular esa bizni yo'qotishni istaydi. Ogoh bo'lmasangiz, dushman bizga og'ir zarbalar beradi. Ilk vazifangiz Amon ibodatxonasiga xizmat qiladigan rohib va kohinlarni Amon Hutebning tushini ta'bir qila olmagani borasidagi muvaffaqiyatsizligini va yagona yaratganning Misr tangrilaridan ustunligini hamma yoqqa yoyishdir. Bu holatdan ko'pchilikning xabari yo'q. Bu harakat xalqning Amonga va Amon ibodatxonasiga bo'lgan e'tiqodini susaytiradi. Mening ko'z quloqim bo'lib fursatchilarning bug'doydan foydalanishlari va kohinlarning davlatga qarshi harakat qilishlaridan meni ogohlantirib turishingiz kerak bo'ladiki, buning bir chorasini ko'rib qo'yaylik. To'rtinchisi esa keng doirada ekin eka olishimiz uchun juda ko'p urug' kerak bo'ladi. Siz do'stlarimdan Misrda mavjud bo'lgan bug'doyning miqdorini aniqlab, meni xabardor qilishingizni istayman. Kelajakda kattaroq mas'uliyatni olishingiz uchun bu haqda sal keyinroq aytaman. Inarus, Mimisabu, charchagan do'stlarimizni yashash uchun joyga ehtiyojlari bor. Ularni ta'minlaysiz. Yaratganga omonat. Salomat bo'ling. Minnatdormiz, Minnatdormiz, Yuzarsif Yuzarsif janoblari. Rahmat sizga. Katta Yaxshi rahmat. bo'ling. Katta rahmat. Yaxshi bo'ling. Tashakkur. Siz qoling, janob Molik. Siz dunyo ko'rgan tajribali insonsiz. Ish yuritishimizda menga yordam berishingizni istayman. Sizdek maslahatchi kerak edi. Bundan avval bir necha tujjorlarga rahbar edim. Ammo bundan keyin Yaratganning payg'ambari mening rahbarim bo'ladi. Har buyrug'ingizga bajoni dil itoat qilaman. Hazratim. O'tgan Amon Huteb 3-davrida maqsadingizga erishish uchun hech narsa sizni to'xtatolmasligini bir bor ko'rsatib berdingiz. Men bu orzularingiz tufayli qonunlarimizga qarshi chiqib, ahmoqona harakatlarga o'tishdan voz kechishingizni so'radim. Amon Hutebning g'azabiga uchramay, undan uzr so'rang dedim. Ammo siz tuzoq qo'yishni tanladingiz. Oz qolsa erimni, meni va o'g'limni ommaviy o'ldirardingiz. Qirolichamiz juda g'azabdalar. Lekin haqiqat siz o'ylaganday emas. Bizga tuhmat qilishdi. O'sha voqeada Apopisni o'zi aybdor. Nima bo'lganda ham qaror qabul qiladigan o'g'lim Amon Hutebdir. Men uni ishiga aralashmayman. Hozir masala boshqa narsa haqida. Men tangrilarimizga dushman bo'lgan begona bir kishi qadimiy Misr diyoriga hokim bo'lmasligi kerakligini aytyapman. Yuzarsif Misrning barcha boyligini bug'doy sotib olish uchun sarflasa, nima bo'lishini tasavvur qilyapsizmi? Unda bilib oling. Bir necha yilda faqir, kuchsiz va keraksiz davlatga aylanamiz. O'shanda qo'shnilarimiz bizga bemalol hujum qila olishlari mumkin bo'ladi. Askarlarni jalb etish uchun esa pul topolmay qolamiz. Ha, topolmasligimiz aniq. Bug'doy g'amlashda faqatgina o'ziga to'q sarmoya egalarigina foydalanadi albatta. Bilasizki, bir hovuch nodon dehqon keyinroq yolvorib oladigan bug'doyni davlatga shunchaki berib qo'ymaydi axir. Qirolicham, bu yosh bolani o'y-xayollarigina xolos. Shuning uchun sizdan men iltimos qilgan bo'lardim. Buni oldini olish kerak. Ha, men sizga hammasini ochiq-oydin aytyapman, qirolicham. Har holda bir begona kishi Misr xalqiga boshqaruvchi bo'lmasligi kerak. Yosh Amenhotep sizni juda ham hurmat qiladi.
Unga nasihat qiling. Misrni kuchli yoshlari va bilimdon keksalari o'lganmidiki, Kan'onli bir qo'ychivon cho'pon bizni boshqarsa. Aytaylik, so'zlaringiz to'g'ri. Ammo qo'limdan nima keladi? Yuzarsifni niyati boshqaruvni qo'liga olish ekanligini bilsangiz nima qilardingiz? Boshqaruvni qo'lida tutish uchun Amonxotepni o'ldirishdan ham tab tortmasligini bilsangiz nima qilgan bo'lardingiz? Menga hozir ishonmasligingiz mumkin. Ammo shuni unutmangki, bu yigit hozirda tuzoq qurish bilan band. Ha, men shuni aytmoqchiman sizga. Bir qancha mahbuslarni keltirib, ularga ish bo'lib berganidan xabaringiz bo'lsa kerak. Yuzarsifni o'rniga qo'yish uchun Haremxopday kuchli va iqtidorli odamlarimiz yetmaydimi sizga? Shuni aytmoqchi edik. Bularni haqiqatan sizni o'ylaganimiz uchun aytdim. Tanlash sizga qoldi endi. Bu uchrashuvdan hech kimning xabari bo'lmasligi kerak. Zero turli xato xabarlar tarqalib ketsa, buni oldini ola olmayman. Kim xoin u, kim xizmatchi ekanini bilmayman. Borib Amonxotep bilan gaplashishim kerak. Har holda bir begona kishi Misr xalqiga boshqaruvchi bo'lmasligi kerak. Inarus? Senga xabarlarim bor. Seni eshitaman. Menga nimani aytasan? Gapimni yaxshilab eshit. Bu juda muhim. Menimcha Yuzarsifga tuzoq tayyorlashyapti. Ularning gaplarini eshitib qoldim. Bunga aminmisan? Ular gaplashishayotganda eshik oldida eshitib turgandim. Bundan ham shubhalanayotgan edim. Ayt, nimani gaplashishdi? Menimcha Yuzarsifning ortidan o'yin qilishmoqchi. Bu juda xavfli. Tushunarli. Ketishing mumkin. Yuzarsif hazratlarini bundan ogohlantiraman. Endi esa bora qol. Sen uni ozod qil. Nega, oyi? Yuzarsifning aybi va Bu xatosi. razolatdir, o'g'lim. Tepsda Tangri Amonning shahrida butun xalq hammasi Amonga sig'inarkan. Amon dushmanining kuchayishi. Seningcha to'g'rimi, o'g'lim? Men Yuzarsifni hokimiyatga intiladi deb o'ylamayman. Yuzarsifga ozod qilsangiz ham, qilmasangiz ham farqi yo'q. Unga ehtiyoji bor odam bizmiz. Misrni qahatchilikdan qutqaradigan yagona odam Yuzarsifdir. Nima? Misrda boshqa odam qurib ketganmidi? Dinimizga ishonmaydigan boshqa yurtlik begonani etagiga yopishamiz. Nega Xurrenxopga o'xshagan kuchli odamlarni qo'ymaysan? Nega Yuzarsifni bir hovuch mahbuslarini ozod qilib, ularga ish berishiga jim qarab turibsan? Men ham Xurrenxopni yaxshi ko'raman va qobiliyatidan xabarim bor. Ammo har kimning o'z vazifasi bor. Bu borada Zog'ir zindonidagi mahbuslar Yuzarsifni ta'limini ko'rishgan. Endi ular avvalgi mahbuslar emas.
Bu mahbuslar avvalgi gunohlaridan pushaymon va hozirda kuchli xodimlarimizga aylanishgan. Men otamni davrini idrok qildim. Yillardir boshqaruvda so'zim o'tardi. Nima degan bo'lsam, sen va Misr xalqini foydasi uchun gapirdim. U seni butun davlatingni sovuradi. Bug'doy sotib olish uchun Misr xazinasini bo'shatish mamlakatni qanchalar zaiflashtirishini bilmaysanmi? Bu yerlarni dehqonlarga bo'lib berish seni naqadar kuchsizlantirishini va davlating talon-taroj bo'layotganini ko'rmayapsanmi, o'g'lim? Onajon, xavotiringizni tushunaman. Menga bergan savollaringizga Yuzarsifni biror javobi bo'lmasa, uni ozod qilaman, mayli. Meni qoniqtiradigan sabablarni ko'rsatish kerak. Sizga so'z beraman. Men aytadiganimni aytdim. Qolgani o'zingga havola. Boshqaruvni qo'liga olish uchun seni ham taxtdan yiqita oladi. Bu gaplarimni aslo yodingdan chiqarma. Bu gapni qayerdan oldingiz endi? Buni faqat men aytmayapman. Ibodatxona rohiblari ham shu fikrda. Bular hech bir fitnadan uzoq turmaydigan ko'rinadi.